Hozirgi vaqtda birodarlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'onda buni aytdi. Hadis-i muboraklarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu narsani aytdi desa, mana bu narsani yoqtirmayotgan insonlar paydo bo'ldi. Yoqtirmaslik, karih ko'rishlik kufr bu. Alloh shu yomon ko'rishligi bilan amallarini habata qiladi deyapti. Bunga biz ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Ba'zi bir kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ihyo qilayotgan kishilarni istehzo qilib masxara qilayotganlik quloqqa chalinib qolyapti. Bu narsa Qur'oni Karimda istehzo, Allohning oyatlarini, Allohni va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni istehzo masxara qilganlarni kofir bo'lganligida shak shubha yo'q xabarini aytayapti. Shu Rasulihida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ihyo qilishlikni ham masxara qilishlik mana shu yerga olib boradi. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatan bi annakum. Bu oyatning davomi bizga hozir kerakli joyi. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Iymoningizdan keyin kofir bo'lganligingizda shak shubha yo'q. Buni sizlar uzr aytmaylar deyapti. Bu oyat nima? Qaysi oyatdan kelyapti? Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un oyatidan keyin la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum oyat kelyapti. Allohni va Allohning oyatlarini va rasulini masxara qilasizlarmi? Sizlar uzr aytmaylar kofir bo'lganligingizda shak shubha yo'q deyapti. Shuning uchun biz mana bu oyatdan o'zimizga xulosa chiqarishimiz kerakki, muhabbatur rasul, muhabbatu ma anzalalloh, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga muhabbat qilish va hamda Alloh tushirgan narsaga muhabbat qilishlik bizga vojibdir. Agar muhabbat bo'lmasa, buni karih ko'rishlik vujudga keladigan bo'lsa, kufrga borib qoladi. Ko'p kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga muhabbat qilmaydi. Balki na'uzubillah yomon ko'radi. U kishi olib kelgan yo'lni yomon ko'radi. Sunnatlarini yomon ko'radi. Mana bu narsani juda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak.